Maşallah. Qo'zini qarang. Olapakkisidan ketdi 2 dona mana. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Kanalimiz ashaddiy obunachilari. Hop, mana toza Qirg'izistondan yetib kelgan qo'chqorlarimizni bir partiya zo'ridan keldi. Shuni sizlarga ilindik. Xudo xolisa videoni oxirigacha ko'ringlar. Hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelganicha berishga harakat qilamiz. Kanalga yangi mehmonlar bo'lsa bittadan obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa shunaqa qo'chqorlardan chiqarib turamiz. SMS tarzida yetib borib turadi obunachilar. Hop, yosh oilaga kelsak, yosh oilaga 12 oylik ilk tishga o'tyapti. Oldi ilk tishga o'tishni boshladi, hurmatli obunachilar. Rosa boqadigan variantidan toza Qirg'iziston Talas qo'zi qo'chqorlari. Yosh oilaga 12 oylik atrofida. Bo'y bastlariga kelsak, bo'y bastlari 80 plus, ikkita minusi ham bor ekan. Soni bu yerda 18 dona. Rosa boqadigan variantidan jullari olingan, mashinkada nolga olingan jullari. Ko'ringlar hurmatli obunachilar. Ikkita olapakkisi bor, ikkita sarig'i bor. Oyoq qo'li uzun rosa bo'ychan boqadigan qo'chqorlar. Hop. Biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida video syomkamizni olib boryapmiz. O'zimizning qo'chqorlar Qirg'izistondan kelgan qo'zi qo'chqorlar kelar. Rosa boqadigan, mashalloh, qurbonlikka zakoni tayyor bo'ladi kelar. Hurmatli obunachilar, yaxshilab ko'ringlar. Qo'chqorlar mashinkada nolga olingan, etlari oriq emas, ola et, rosa boqadigan variantidan. Yaxshilab ko'ringlar. Hatto singani chiqqani yo'q. Rosa boqadigan qo'chqorlar. Bugun hafta kuniga shanba 2025-yil 17-aprel. Hatto obunachilar yaxshilab ko'ringlar, mana shu qo'chqorlar udorlardan keldi. Ko'pchilik kanalga obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Shuni obuna bo'lib qo'ysalaring, shu biz chiqarayotgan videolar SMS tarzida yetib boradi. Tez ko'rasizlar. Yo'qsa bitta partiyani olaverasizlar. Qo'chqorlar o'ta zo'rlardi mana. Kelin. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, kommentariya chiroyli so'zlarni yozib turinglar. Kelar, xudo xolisa mana qo'chqorlardan tez chiqarib turaveramiz. Sizlardan iltimos, bitta like bosib qo'yinglar. Shu like bossalaring tezroq tarqaydi, ko'pchilik ko'radi. Sizlar bahona bitta kimlar qo'chqor qidirib yurgan akalar ko'rib qolsa, shuni kimda qo'chqorlar bo'lib qoladi akalar. Mana qo'chqorlarni ko'ringlar, mashalloh, tikka dumba. Bitta osilgan solib olibsiz, hurmatli obunachilar. Yaxshilab ko'ringlar mana. Bo'y bastlari 80 plus minus. Ikkita minusi bor, boshqa 80 plus. Bo'lsa 80. Ikkita minusi bo'ladi. Narxiga kelsak, narxlari bir joyda 4.200, 4.300 emas, 4 million so'm emas. Hammasini oladigan odam bo'lsa 4 million so'mdan kami bor. Telefon qilinglar, kamini kelishtirib beriladi. Kelishilgan holda sotilaveradi. Tanlab olishga ham sotiladi. Tanlab olishga endi holatiga qarab plus minuslari bor ekan. Mana kimgadir yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar, xudo xolisa mana qo'chqorlardan chiqarib turaveramiz akalar. Qo'chqorlar ko'ringlar yaxshilab. Qirg'izistondagi oyoqcha rosa boqadigan qurbonlik bor. Rosa boqadigan qo'chqorlar akalar. Etlari ko'chib qolgan. Shuni olasiz, boqasiz. Yemini beraverasiz. Ukar dori, boshqa narsalar shart emas, hamma yo'g'i bo'lgan. Monqasi aqib kasal yo'tal qaqali yo'q, hurmatli obunachilar. Sizlar ko'ringlar. Qo'chqorlar udor holatda. Oyoqlari ham qaranglar mana, stakan tuyoq. Oyoqlari keng, yuk ko'tarishga moslangan oyoqlar mana. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishingizdan tushmasin, hurmatli obunachilar. Yaxshilab ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Qo'chqorlar o'ta zo'r, ideal holatda. Ana bitta o'tsin mana. Yaltillab yotibdi janob. Juni nolga olingan mashinkada
aloqachi qo'rasida yoqqan bo'lsa bittalab ham sotiladi, tanlab ham sotiladi. Kelib ko'raman desalar, bittadan lokatsiyani tashlab beramiz. Ekran osti telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar. To'qos 24 soat aloqada ishlaringizni bitirib kelishtirib beriladi. Qo'chqorlar juda zo'r holatda turibdi, sog'lom. Bunaqa kasal kuchali yo'q. Yemasa, ichmasa, aybi bo'lsa bir haftaga sinov muddati bor. Bir hafta 10 kun sinov muddati bor. Xo'sh, bizdan olyapsiz, bizda ikkinchi gap bo'lmaydi, akalar. Chaqqa javob aldab qo'y sotilmaydi. Bizdan olib ziyon qilmaysiz, xolos. Akalar, aloqachi qo'rasizlar, hamma chorvasiga Alloh taolo baraka bersin, ishlaringga rivoj. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolis mana shunaqa qo'chqorlardan tez chiqarib turaveramiz. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar akalar. Hamma ishlariga omad. Videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz akalar. Bemalol aloqachi qo'rasizlar, yoqqani liboy bittasiga telefon qilaveringlar, ish bitadi aka.